Assalomu alaykum Zohid aka. Nimalar bilan bandsiz? Yana nimalar kashfiyot qilyapsiz? Oldingizga o'tlar, qanaqadir bankachalar qo'yib olgansiz. Nima bu? Alaykum assalom. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlar bilan ajoyib bir jinsiy quvvatga, erkaklikni zo'r qiladigan dori tayyorlamoqchiman. Endi bu narsani men o'zimni xohishim bilan yasayotganim yo'q. Yana negativlar yozib, nasriyalaring tushib ketmasin. Xullas bu inson Andijon viloyatidan menga iltimos qildi. Mana shu majunni tayyorlab bering. Qanaqa majun bu desam, bu Chaqqon bobo majuni deydi. Chaqqon bobo majunidan tayyorlab beramiz. Shuning uchun avvalambor bunda nima ishlatiladi? Endi buni o'zingizlar uylaringda ham yasab olsanglar bo'ladi. Toza kiygotda asali bo'ladi. O'sha kiygotda asalidan solinadi. Onda solasizlar. Kiygotda asalidan solganinglardan keyin, mana Chaqqon bobo ekan bu ham. Demak, sumbulni nardi bo'ladi. Demak, sumbulni nardi aslida ko'rinishi mana bunaqa ingichka sumbul bo'ladi. Ustlari ko'chaga chiqqan bo'ladi. O'shani maydaladik, mana bunaqa ko'rinishga keldi. Bundan albatta hop qo'shasizlar. Bu keyin erishishni boshlaydi. Mana ustiga tushdi. Yana asaldan solasizlar. Yana asal solamizmi? Solasizlar asaldan. Hop. Bundan ketadi asaldan. Endi bu sumbul haqida gapirib o'taman. Sumbul ferula muskusnaya deyiladi. Tarkibida faradiol degan modda saqlaydi. Erkaklik quvvatiga hamda prostatitga yaxshi effekt beradi. Bundan tashqari mana bunaqa galangal degan narsa bor. 3 oyoqli ildiz galangal. 3 ta oyog'i bo'lishi kerak. Mana shu ildiz mana ko'rinishi juda ham bir ajoyib bo'ladi. Mana ko'rinyaptimi hammaga? Demak, bundan ham solamiz. Buni maydasi mana o'zining ko'rinishida. Bundan ham albatta galangaldan ham solamiz. U turgan bitgani sink buni. Sink erkak kishiga quvvat baxsh etadi. Turgan bitgani sink buni. Bundan tashqari onaqa asalarning suti bo'lar ekan. Echki sutini ko'rganman, mol sutini ko'rganman, lekin hech bu asalarning sutini ko'rmagan ekanman. Mana shu asalarning sutidan albatta onda qo'shib yoramiz bunga. Mana shu quruq moddani ustiga qo'shish kerakki, keyin asal bilan qo'shilsin, bo'lmasa tez ayniydi. Aytib qo'yish kerak-da, bu o'zi bilan asallarning suti bilan hech qachon tayyorlanmaydi bu narsa. Albatta asal qo'shib boriladi, uzoq vaqtga yetishi uchun. Agar siz asallar suti bilan bularni tayyorlasangiz, u uzoqqa bormaydi hayoti. 2 kundan keyin ayniydi bu. 2 kundan keyin aynagandan keyin foydasi yo'q. Falon pulga olganingiz bir tiyin bo'lib qoladi. Demak, matочный молоко der ekan ruslar. Aynan mana shu matочный молокоdan ham ichiga qo'shib yoramiz. Mana bundan oldingisida biz 4 ta matочный молокoni bo'shatuvdik. Umumiy mana ko'rinishga keldi dorimiz mana. Avvalan jinsiy quvvat haqida har xil videolar qilganmiz. Janona qani degan video bo'lgan. Endi bunisi Chaqqon bobo majuni deb nom berdik bu videoga. Chaqqon bobo majuni jinsiy quvvatni dahshat qiladi deb. Demak, mana shu narsa takrorlanadi. O'zi bor yo'g'i tarkibi oddiy ekan, ko'p narsa yo'q. Demak, buni tarkibida o'sha oxirisini to'g'raylik. Demak, buni tarkibida bo'ldi galangal, sumbul nard, kiygotning asali hamda matочный молоко. Bu narsalarni endi men aytib o'tirmayman. Nimaga zo'r, qanaqa bo'ladi, jinsiy quvvatga qanaqa zo'r bo'ladi deb o'tirmayman. O'zingizlar o'ziga o'zi gapirib turibdi-da bu narsa. Jinsiy quvvatga haqiqatan ham zo'r bo'lishligi o'zi dorilarning nomi bilan sink dedik, faradiol dedik, o'shalar bilan o'zi gapirib turibdi. Demak, otaxonlar kuchdan qoladi-yu shu 50 yoshdan keyin. Otaxonlar kuchdan qolgandan keyin qani edi yoshligim deb qolsa, mana shu dorilardan ichib olsa zo'r bo'ladi. Uy sharoitida o'zlaring yasasalaring bo'ladi. 100 gram sumbul, 100 gram galangal. Undan tashqari 1 litr kiygot asali hamda matочный молоко ketadi bunga. Shu katta miskaga yasab olasizlar, tovoqqa sizlar.
mana shunaqa ko'rinish keltirib olasizlar. Keyin orasida asal bo'lyapti-yu. Bu narsa sekin shimilib, mana yo'q bo'lib ketyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu tomonda yo'q bo'lib ketyapti. Mana bu tomonda hali bor. Erib bu asal bilan birlashib ketadi. Keyin 2 kunda bir buni aralashtirib turasizlar. Yaxshilab aralashtirib turasizlar, keyin chaqqon bo'lib qolasizlar. Shunday aralashtirib chaqqon bo'lib, chopib kirib ketaverasizlar. Yomon chaqqon bo'lib ketasizlar. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Jinsiy quvvatga, prostatitga, immunitetni ko'tarishga mana shundan foydalansanglar bo'ladi. Mana shu majundan foydalaninglar. Majun deysizlar. Bu asaldan tayyorlangan har qanday modda majun bo'ladi. Bir xilda giyohli majun deb aytishyapti, unaqa emas. Asalga qo'shilgan giyohli mahsulot bu majun. Demak, bu narsani qanaqasiga iste'mol qilamiz degan savol bor endi. Bu narsani qanaqasiga iste'mol qilinadi? Aralashgandan keyin bir 5 kun turadi bu uylarda. Nima qilmaysizlar? Ishlatmay turasizlar. Buni kuchi asalga chiqadi. Keyin bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Men birovni biznesini sindirmoqchi emasman. Bu asalga qo'shilgan narsani kuchi ham har doim zo'r bo'lavermaydi. Negaki bu qaynoq suvga tushib flavonoidlar ajralmayapti-da, asalga qo'shilyapti. Endi yillar davomida balkim kuchayishi mumkindir. Lekin buni tayyorlagandan keyin tezda ichish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun bu narsani ishlatishdan oldin yaxshilab bitta idish olasizlarda, o'sha aralashmalardan bir qoshiq soldinglar o'sha majunlardan. Albatta 60 gradusli suv qo'yasizlar. Nega 100 gradusli emas? Chunki uni solingan ichidagi matishni molekularing 100 gradusli yuvib ketadi, foydasi yo'q ketadi. Asalda ham foydasi yo'q ketadi. Bir tiyin. 60 gradusdan past bo'lgan 55 gradusdagi narsa suvdagi giyohlardagi asalga chiqqan hamma narsani, undan tashqari giyoh tarkibidagi alkaloidlarni chiqaradi. Shunda effekti обычный asalga qo'shib qo'yganiga qaraganda zo'rroq bo'ladi. Sizlarga yana bir yaxshiroq maslahat. Keyin yana ko'p joylarda kuzatdik, praktikada bor. Bizga juda ko'pchilik murojaat qiladi. Prostatit, undan tashqari jinsiy quvvat bo'yicha. Jinsiy quvvat erkaklarda jinsiy quvvatining pastligi mana shunaqa narsalar, asalli qorishmalar, yo bo'lmasa mana yangi dori yasaganmiz, umuman janona qani degan dori, buni ko'rsatganmiz albatta mana. Bu haqda gapirganmiz. Buni olib, yo bo'lmasa super janona degani bor mana. Yatirishniklari bor ichidan 11 million turadigan yatirishnik. Javohima. O'shalar bu qo'shilgan. Mana bu dorilarni ichishdan avval erkak kishi yaxshilab o'zini sog'lig'iga bitta oyna qilib qarab olish kerak. Oyna qilib sog'lig'iga qarab olsa yaxshiroq bo'lardi. Chunki bu narsalarni ichgandan keyin doktor, menga shu dorini tayyorlab berdingiz, ta'sir qilmadi-yu. Nima degan gap bu degan savolni berasizlar. Sahr bormi? Sahrni davolatib oling, yaxshilab avval. Nima bor? Asab joyida emasmi? Asabni davolab oling. Oshqozonda yara bormi? Yarani davolab oling. Davleniya balandmi? Davleniyani davolab oling. Keyin iching bu narsalarni. Sabab davleniyasi borda keyin buni ichyapti. Bu battar davleniyani ko'taryapti. Jinsiy quvvat ko'tarilish o'rniga nima bo'lyapti? Tushib ketyapti. Energiya o'zi putta orasidan aylanib, boshda orqasidan aylanib, mana shunaqasiga yana putta orasidan aylanib, yana umurtqa bilan aylanadigan narsa. Jinsiy quvvat qo'pol qilib aytganda erkaklarning o'latini turishi mana shu energiyaga bog'liq. Mana shu energiyada qattiq to'siq bo'lsa, o'sha yerda to'xtaydi energiya. Boshda to'siq bo'lsa, asabda bo'lsa. Mana shu asabi yomon odamni mana shu yerda to'xtaydi energiya. Endi men kuyib pishib gapiryapman, yana asabiy deb o'ylamanglar meni ham. Demak, o'zingiz ham asab chatib olgan deb qo'ymanglar kommentariyada. Bu narsa mana shu yerda to'xtaydi va energiya qotadi. Mana bu o'lat bo'sh bo'ladi. Oshqozonda yara bormi? Yoqdan aylanib tushayotganda oshqozon kelganda yana to'xtaydi energiya. Pastroqda ichakda muammo bormi? To'xtaydi. Mana shu joyda qanaqa organlar bo'lsa, bitta orasidan aylanib, gemoroy bo'lsa ham to'xtab qolishi mumkin. Umurtqada disk churrasi bor, grija bor mana bu joyda. Energiya aylanyapti o'sha bilan. To'xtaydi, tamom. Boshda asab, boshqasiga aylanyapti. Yo'q, suv bor miyada, araqlaydan kista bo'lishi mumkin, boshqa muammo bo'lishi mumkin. O'sha prosesga ta'sir qiladigan har qanday narsa mana bu majunlarni, mana janona dorilarni ta'sir qilmasligiga olib keladi. Doringiz slabiy bo'libdi, palonchi joydan dori oldim, ta'sir qilmabdi degan gaplar, bular asosiy muammo, oynaga qaramaganlikdan bo'ladi, azizlar. Shunaqa achchiq bo'lsa ham haqiqatlarimiz bor. O'shaning uchun murojaat qilmoqchi bo'lsanglar, o'sha giyohlarni tayyorlatib,
Bularni hammasini narx haqida gapirmadingiz-ku deb har doim aytasizlar. Men konkretni aytib qo'yaman narxini. Mana bu dorimiz обычно mana shu hovlinjon sumbul ichida hammasi bor. Faqat quruq bu suvga qaynatib yoki damlab ichiladi. Bu narsa majun emas bu. Bu narsa damlama. Eliksir desak ham bo'ladi. Eliksir bo'lmaydi, damlama bo'ladi. Mana shu damlama immunitetga ham yaxshi, hamma narsaga yaxshi, zo'r bo'ladi. Mana bu undan kuchliroq. Buni narxi 600 ming tursa, buni narxi 1 million 100 turadi. Mana bu majunning narxi 1 million 630 ming turadi. Nega? Sabab bor. Mana bu matishli moloko, onasini yo'sin 150 ming turar ekan. Mana shundan 5 ta qo'shib o'ryapman. Tasavvur qilyapsizlarmi mana? Mana. Nega qo'shyapman? Chunki bu shuncha pul qilyapti ekan, yana boyib ketibdi deb o'ylamanglar. Bu narsa inson sog'lig'i uchun qo'shilyapti. Insonga bir foyda bo'lsin deb qo'shilyapti. Bugun bu haqda gapiryapmiz, bu narsalarni qo'yib turamiz, bu narsa haqida gapirganmiz. Super jomon haqida gapirmaganman-ku, lekin mayli, shart emas. Oladigan odam shundoq ham olaveradi. Raqamim 90lik 349 0530 bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana shunaqa majunlarni yasab beramiz yoki o'zingizlar uy sharoitida yasab olinglar. Men qanaqa yasash tushuntirdim, nima qilish tushuntirdim. Qaysi payt ichish degan savol bor. Och qoringa ichiladi, ovqatdan oldin. 3 mahalgacha ichsa bo'ladi. 5 mahalgacha ham ichsa bo'ladi, hech zarari yo'q. Nojo'ya ta'sirlari degan joy bizda har doim qiziqtiradi. Nima nojo'ya ta'siri bo'lishi mumkin bularda degan savol bor. Nojo'ya ta'sirlar ko'p bo'lmaydi bunda. Chunki o'sha yurakka foydasi bor. Buni tarkibida yurakka, prostatitga, asabga, nervga foydasi bor. Bu narsani esa o'pkaga foydasi bor qolganda. O'pkaga, nimaga, prostatitga, zinki bor. Hamma xullas organizmga juda ham foydali bo'ladigan narsa. Demak, mana shunaqa aralashmalarni ko'p biz tayyorlayveramiz, yangiliklar beraveramiz. Sizlarga sizlarni xursand qilib boraveramiz. Hammaga shifoy komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.